Assalomu alaykum. Biz Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidamiz. Biz video murojaat qo'ygandik. Rahmat bloger akalarimiz video murojaatimizga befarq bo'lmay uyimizni hozirga qadar 40 million qarzdorligini yopib berdi. Rahmat, umrlaridan baraka topsin. Iltimos, sizlarga murojaatim yana turmush o'rtog'im birinchi guruh nogironi, bitta oyoqlari umuman ishlamaydi. Bitta buyraklari qurgani uchun olib tashalgan. Bitta buyrakdan ham 2 marta operatsiya bo'ldilar 1 yil ichida. Hozir gipotenziya ham bor. Bunda olamasa agar jigar sirroziga olib kelar ekan, bizning mablag'imiz yo'q. O'zim ham ikkinchi guruh nogironman. Oyog'imdan 4 marta operatsiya bo'lganman. Ishlashga imkonim umuman yo'q. Ikkita farzandimiz hali kichkina. Hozir uydan 116 million qarzdorligimiz qoldi. Iltimos sizlardan bizdan bitta umidimiz, bizga qancha umrimiz qoldi, yo qancha yashaymiz Allohdan. Shu kadastr qog'ozimizni farzandlarimizga olib qolishimizga iltimos, qo'ldan kelgancha imkon qadar yordam beringlar. Surxondaryo ahli, yaxshi insonlar, iltimos bizni shu murojaatimizni befarq qoldirmay yordam beringlar. Iltimos sizlardan. Shu uyimizni o'zimizga olib qolaylik. Shu 116 million to'lashga qo'ldan kelgancha iltimos yordam beringlar, akalar, opalar. Butun umr duo qilib o'tamiz hammalaringizni. Demak, azizlar, bu insonlarni 40 million so'mlik homiylar tomonidan yopildi. Hozirga 116 million so'm uyda kadastri qolgan, shuni 116 million so'mmani yopsa, uyda kadastrini olsa, ular shu niyati shu. Surxondaryoliklar, shu ehson qiluvchilar befarq bo'lmaysizlar. Hozir telefon raqamlarini qoldirib ketaman, bemalol telefon qilib, homiylik qilmoqchi bo'lsalaringiz uchrashib yoki bo'lmasa kart raqamidan o'zlarining kartasiga tashlab bersalaringiz, salgina shu insonlarga yordam bo'lardi.